Mana mototsikllar. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar. Yetkazib berish xizmati yo'q. Kelib, ko'rib, haydab ko'rib, olib qo'yib qo'ysangiz ham mashina topamiz. Olib ketaverasiz. Buni pul 18 million. Ozgina o'tib birlikdan joyi bor, dokumentlari hammasi joyiga, nomizga olib o'tib ketaverasiz, ma'qul bo'lib qolsa. O'zini original gulshitrlari ham turibdi. Endi prosta ovozi balandroq gulshitr qo'yilgan. 5000 ham yurmagan hali. Shu motori 250 lik, 6 ta korobkali. Hozir zavod qilib ko'rsataman. 4900 yurgan ekan. Bitta mamlaqa qirilgan joychasi bor ekan, bitta manshag'iga. Hozir endi prosta bir yuvib, tarab, anaqasi chiroyli bo'laydi, suv ham o'chib qolibdi-da. Shu do'stlar, yangi narsa. Shu kelib, haydab ko'rib, ma'qul bo'lsa olib ketaverasiz. Bu Lifan RX 150 lik, bu antifrizli motor, bu quruq atmosferli motor bunisi. 150 lik yurib turibdi. Men o'zim haydab yuribman, hech qanaqa muammosi yo'q. Kelib, haydab ko'rib olib ketaverasiz. Buni ham dokumenti bor. Buni agar nomizga olaman desangiz, gita xarajati kattaroq bo'ladi. 2 marta nomer olasiz-da. 10 soat qog'ozga qolib ketgan, nomer olmaganda. Agar оформление qilmasangiz, birinchi nomer olasiz, keyin o'z nomingizga. Shu 150 lik motor. Puli $1000. Irimiga biron nima o'tib beraman. O'zini original gulshitini ham beraman. Qo'shib yana bitta xuddi shunaqa motor beraman. Bu eski RX dan bu qisib ushlagan. Tamom, bir gilza posa qilsangiz, normalniy nahadu motor.